Bu narsalar bo'lishini hech hayolimizga ham kelmagan bir paytlari. Hayotda katta o'zgarish olib ketadigan bo'ldi. Bog'cha ham 7 milliardlik bog'cha qurilyapti o'zimiz mahallamiz uchun. Tekis yo'llarda so'mkalarni ko'tarib, xudo xolasa mana Dildora qizimiz ham maktablarga qatnaydi, 47-maktablarga. Nima qilaylik maslahatli ishlaysiz bilan uchun. Menga pamlik qilib beringlar bo'lmasa mana. Opani issiqxonasini hal qilib beramiz. Bo'ldimi? Endi butunlay mana prezidentimizning xalq farovonligini yaxshilash degan siyosatiga, amallariga qarab o'zgarishlar shunaqa katta bo'lyapti-da. Prezident babamizga rahmat. Yog'och istarbalarni ko'rardingiz, endi bular bir 80 yildan beri turadi. Mana bularda o'zgar sevimli istarbalar qilinyapti. Suvlarni bo'lsa ko'chani bir tomonda edi, hozir ikki tomoniga ham liniya tortib, hammasini uylariga olib kirib berib, cho'chqlar qo'yilgan. Doim oblastga prezident kelsa nazar tushadi, bizga ham haligi oblastda hokimning nazari tushgan ekan, shuni obodonlashyapti-da.